Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun bir mijozimiz turmush o'rtog'ini nomidan kontrakt to'lagan ekan. Ushbu holat bo'yicha deklaratsiya yuborib berishimizni iltimos qildi. Demak, buni mana bugungi holatga 2025-yil 29-may holatiga ko'rib chiqib, uni to'ldirishga harakat qilamiz. Demak, bu uchun may3.soliq.uz saytiga kiriladi. Demak, Dilshod Xudoyqulov nomli klientimiz murojaat qilgan, topib olamiz. Mana Xudoyqulov Dilshod Alamjon o'g'li. Parolni teramiz. Mana shaxsiy kabinetga kirib oldik. Xizmatlar yonib bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan jismoniy shaxslarning jami yillik daromadlari to'g'risida deklaratsiyani tanlaymiz. Barcha ma'lumotlar avtomatik ravishda kelib chiqadi, faqat qolgan ma'lumotlarni o'zimiz kiritishimiz kerak bo'ladi. Eng avvalo mana telefon nomeri, deklaratsiya, jami yillik deklaratsiya, hisobot turi hisobot. Mana e'tibor bersangiz, hozir 2025-yilda oxirgi 3 yil bo'yicha hisobot topshirishimiz mumkin. 22, 23, 24. Bu kishi turmush o'rtoqlari 2024-yilda o'qishga kirgan ekan. Mana 2024-yilni tanlaymiz. Davr yillik. Demak, saqlash tugmasini bosamiz. Agar ushbu fuqaro qayerda ishlagan bo'lsa, ma'lumoti avtomatik kelib chiqadi. Mana bu kishi Bek Baraka Samarqandda ishlar ekanlar. 2024-yilda ish haqi shuncha hisoblangan, shuncha daromad solig'i ushlab qolingan. Agar mana shu yerda 0 bo'ladigan bo'lsa, hech narsa yubora olmaysiz. Ya'ni u odam rasmiy ishlamagan bo'ladi. Demak, mana bu asosiy ish joyini tanlaymiz. Saqlash tugmasini bosamiz. Keyingi tugmasini bosamiz. Bu yerda eng oxiridan soliq imtiyozlari degan joyini bosamiz. Imtiyoz turi degan joyda soliq solinmaydigan daromadlar. Mana birinchisini bosamiz. Toifasi 16.1 tanlaymiz. Mana bu yerda ko'rsatilyapti. Professional va oliy ta'lim tashkilotlari ta'lim olish, o'zining, shuningdek 26 yoshga to'lmagan farzandlarining yoki er-xotinining deb ko'rsatilgan. Farzandlar uchun imtiyoz o'zi yoshdan qat'iy nazar saqlanib qolingan. Lekin turmush o'rtog'i bizning holatimizda 26 yoshdan oshmagan bo'lishi kerak. Bu kishining turmush o'rtog'i 26 yoshdan oshmagan. 16.1 tanlaymiz. JSHRni kiriting deyapti. Bundan oldin u kishidan barcha ma'lumotlarni olib diskda saqlab qo'yganman. Misol uchun kvitansiya 2024-yilniki mana PDF shaklida saqlanib qilingan. Kontrakt shartnomasi mana. Bundan so'ng nikoh guvohnomasi. Keyin o'zim uchun jadval qilganman. Mana nechta kvitansiya, ikkita kvitansiya taqdim etdilar. 2.625.000 dan 5.250.000. Bundan imtiyoz mana 11.9 bo'ladi, chunki 01 NPS ga hisoblanadi. 624.750 so'm chiqishi kerak. Bu o'zimni tekshirish uchun qilingan. Demak, JSHRni qayerda olamiz? Odatda kontrakt shartnomasida bo'ladi. Mana kopiya qilib olamiz. Mana talabani JSHRsini kiritamiz. Programma o'zi avtomatik aniqlaydi. Mana xotini ekan, ism familiyasi, yoshi, qayerda o'qiyapti oladi. Fakultetini qo'lda kiritamiz. Demak, qaysi fakultetda o'qiydi? Mana bu yerda olamiz. Iqtisodiyot. Iqtisodiyotni kiritamiz. Mana hamma ma'lumotlar qaysi shartnomaga asosan kiritilgan, yo'naltiriladigan summaga mana ko'ramiz endi. Mana 5.250.000. 5.250.000. 1 2 3. 5.250.000. 1 2 3. Shu summa to'g'rimi deyapti? Ha deymiz. Mana bu FM fiskal belgilari yaqinda qo'shilgan. Hozircha bundan foydalanganimiz yo'q. Agar qanaqadir ma'lumot bo'lsa, keyingi videolarimizda aytib o'tamiz. Keyin mana bu yerda uni faylni qo'shing deyapti. Ya'ni deklaratsiyada biriktirilgan hujjatlar ikkitadan ortiq bo'lsa zip qiling deyapti. Demak,
hamma hujjatlarni biz olamizda belgilab nimalarni jo'natamiz. Bu fayllar yopiq bo'lishi kerak. Demak, PDF shaklidagi kvitansiya, kontrakt shartnomasi, nikoh guvohnoma, hisob kitob. Bo'ldi. Asosan shuni bersak bo'ladi. Endi mana ular so'ragandek zip qilamiz. Zip qilamiz. Zip qilamiz. Va faylni yuklash qilamizda, shu faylni topib olamiz. Fayl qayerda joylashganida, fayl shu joydan yuklaymiz, deklaratsiya. Tak, mana ilovani yuklaymiz. Yuklandi. Deklaratsiyani saqlash tugmasini bosamiz. Mana oxirgi qadamga yetib keldik. Bu yerda qaytariladigan summa mana biz hisob kitob qilgandek 624.750 so'm chiqqan. Jo'natish tugmasini bosamiz. Bu bilan mana deklaratsiya muvaffaqiyatli yuborildi dedi. Endi soliq organi qabul qilgandan so'ng mana yangi yuborilgan holatda turibdi. Qabul qilingan deb yashil bo'ladi yoki bo'lmasa qandaydir kamchilik bo'lsa rad etilgan deb qizil bo'lib rad bo'lib qoladi. Shundan so'ng ortiqcha to'lov hosil bo'ladi qabul qilgandan so'ng. Keyin ortiqcha to'lovni qaytarishni ko'rsatib o'tamiz. Hozircha mana 2025-yilda eski yillar uchun 22, 23, 24-yillardan biri uchun deklaratsiya yuborishni ko'rsatib o'tdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Videoni do'stlaringizga ulashing. Bitta like va bitta kommentariy sizlardan.